Azizlar, xayrli kun dasturi davom etadi. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ramazon sharif kunlarida qilgan yaxshi niyatlaringiz o'z ijobatini topsin deb qolamiz. Bugun O'zbekiston yoshlari uchun imkoniyatlar eshigi keng ochilmoqda. Ayniqsa xorijda turli grant sohibi bo'layotgan yoshlarimiz bor. Xususan farg'onalik yoshlar hatto Garvarddek nufuzli oliygohlarni zabt etib, shu yergida ham muddatidan oldin talaba bo'lishga muvaffaq bo'lmoqdalar. Gap faqat bunda emas. Bugun O'zbekiston oliygohlari ham jahon reytinglarida o'z o'rnini mustahkamlab borishga harakat qilyapti. Ayniqsa tibbiyot yo'nalishida. Xususan bugun Farg'onadagi tibbiyot oliygohlariga nazar tashlasangiz, bu yerda yurtimiz yoshlaridan tashqari xorijlik talabalar ham muvaffaqiyat bilan tahsil olayotganini kuzatishingiz mumkin. Ularning ayrimlari hatto o'zbek tilini ham yaxshi bilishadi. Biz ulardan bir guruhini bugun ko'rsatuvimizga mehmon sifatida taklif etganmiz. Ularning ustozlari ham dasturimizda ishtirok etmoqdalar. Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti o'qituvchisi Moqchehra Mamatxonova hamda shu universitet talabalari Raj Pakmude va Muhammad Adham Samad bugun xayrli kun dasturining aziz mehmonlari. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat. Sizlar ko'rib turganimizdan xursandmiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r kayfiyat. Bugun Moqchehra menimcha 100% biz o'zbek tilida suhbat qilamiz. Chunki yigitlarimiz mana talaba bo'lishgandan beri o'zbek tilini o'rganib kelishyapti. Avvalo Moqchehra aytib o'tsak, viloyatimizda universitetlar ichida eng ko'p xorijlik talabalar aynan sizning institutingizda. Nima uchun hindistonlik yoshlar bu yerni tanlashyapti? Biz Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutimiz 2022-yilda rektorimiz Sidikov Akmal Abduqahharovich boshchiligida qayta rekonstruksiyadan to'la o'tgan. Xususan o'sha yili o'ziyoq vivari, ya'ni laboratoriyalar, ko'p o'rinli zamonaviy kutubxonamiz mavjud, klinik o'quv bazalarimiz qayta to'la jihozlangan. Shuning uchun nafaqat hindistonlik, o'zbekistonlik talabalarimiz uchun ham sharoitlarimiz yetarli. Ular nazariyot bilan birgalikda amaliyotni ham teng olib borishmoqda. Darslar davomida nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun amaliyotlarga borishadi. Hindistonlik talabalarimiz ham bundan mustasno emas. Darslar davomida ular amaliyotlarini turli xil klinik o'quv bazalarimizda olib borishadi. Yoshlardan so'rashdan avval o'zingizdan so'ramoqchiman. Mana shu talabalaringizni ko'ngli to'layaptimi O'zbekistondagi ta'limdan? Albatta, bizda ta'limimiz juda sifatli va yaxshi, o'zlari ham bilishadi. Shuningdek, bizda tibbiyot fanlari bilan bir qatorda tillar ham o'rgatiladi. Xususan o'zim o'zbek tili o'qituvchisiman. Institutimizda tillar, aynan o'zbek va xorijiy tillar kafedrasi mavjud. Bunda o'zbek tili, ingliz tili, rus tili fanlari o'rgatiladi. Xorijiy talabalarimizga o'zbek tilidan dars beramiz. Darslarimiz turli interaktiv mashg'ulotlar asosida, turli xil suhbatlar. Tibbiyotni biz o'zbek tili bilan bog'lab o'tamiz. Dars davomida bemor bilan qanaqa muloqot qilish kerak, bemorga qanday muomala qilish kerak, shuningdek tashxis qo'yishda nimalar deyish kerak, shularni o'rgatib boramiz. Endi bevosita Hindiston haqidagi savollarga o'tsak bo'ladi. Moqchehra, siz bilan men bolaligimizda ko'p ko'rganmiz hind filmlarini. Qaysi birini ko'p yoqtirardingiz? O'zim yoshligimdan Bollivud filmlarini oshnosiman. Darslar davomida ham ko'p ta'kidlayman. Aynan Shohruxxonning filmlarini goh shodli, goh g'am deymizmi yoki o'g'irlanmagan kelin deymizmi. Talabalarim ham ba'zida qo'shiqlarni ijro qilib berib turishadi. Qo'y, qo'shiq ham aytishadi, demak. Juda yaxshi qo'shiq ijro qilishadi. Mana Rajga yuzlansak, bu ism Raj bizga juda taniqli ism, chunki hind filmlarida juda ko'p foydalanilgan. Aytganingizdek, Shohruxxon bu obrazi ko'p namoyon bo'lgan. Raj nima uchun hind kinolari bu qadar tez mashhur bo'ladi dunyoga? Tarixdan shunday bo'lib kelgan. Bollivud kinolari nimaga mashhur bo'lgan siz so'radingiz? Chunki mana oldindan Raj Kapoor Sovetda, hammasi Sovet Unionda, yana O'zbekistonda mashhur bo'lgan. U bizda aktyorlari zo'r, u yaxshi ijro qiladi. Shuning uchun ular yaxshi bo'lgan. Yana bizda kinoteatr ham zo'r. Yana mana hindlar ham o'zbeklar ham qo'shiqni yaxshi ko'radi. Qo'shiqlar ham zo'r, ha. Bizda qo'shiqchi ham zo'r aytadi. Bizda mana Lata Mangeshkar zo'r bo'lgan. U hammasi kinoda yoshligimdan eskichilik. U shunaqa har aktyor, aktrisaga ovoz bergan.
shunday. Ha, shunaqa. Hamma biz bilgan moqchehra chiroyli aktrisalarning ovozi bu Lata Mangeshkar ijrosidagi qo'shiqlar. Haqiqatda o'zi keksa san'atkor bo'lsa ham juda go'zal ovozga ega san'atkor edi. Bugungacha yaxshi eslashadi. Muhammad, nechinchi kurssiz? 5-kurs. 5-kurs tamomlay deb qoldingiz, lekin O'zbekistonga kelganingizdan beri o'zbek tilini o'rganishni boshlagansiz. Demak, yigitlarimiz hech qanday qo'shimcha repetitorlik mashg'ulotlarga bormagan, shunchaki atrofdagilar bilan suhbatlashib va o'zbek tilini o'rgangansiz. Darslar davomida. Darslar davomida. Kimlar ko'proq yordam bergan? O'zbek xalqida Aha. ko'proq albatta. O'zim 5-kurs. Yaqinda shifokor bo'lib, keyin insonlarga yordam bermoqchiman. Demak, bugun transportda, bozorlarda bemalol harakatlanasiz. Yolg'iz o'zingizdan muammo yo'qmi? Yo'q, muammo yo'q. Hammasi yaxshi yordam. Ba'zi qo'shiqlar kuyadi. Rostdan-a? O'zbekcha qo'shiqlar bilishadi. Sizga o'zbek tilida ko'proq murojaat qilishadimi yoki ingliz tilida? O'zbekcha gaplashamiz darslarda. Qiynalgan joylarga inglizchada tushuntiraman. Darslarimiz ingliz tilida bo'lgani bilan fanimiz o'zbek tili bo'lgani uchun o'zbek tilida o'tamiz darslarni. Raj, mana siz Muhammaddan keyinroq kelgansiz O'zbekistonga va bilamiz, Hindiston yoz fasli bilan ko'proq uyg'un, O'zbekistonda esa 4 fasl bor. Shu moslashish jarayonlari qiyin bo'lmaganmi? Fasllar mana ba'zan qalin kiyinish kerak bo'ladi O'zbekistonda. Bizda 3 xil bor. Yoz bor, yozdan keyin yomg'ir ham bor, yomg'irdan keyin bizda qiz bor. Bizda 3 xil, bitta 4 xil. Shuning uchun bu yerda sovuq, bizda sovuq kam, bizda issiqroq joy. Shuning uchun bir yil muammo ko'p bo'ladi. Yana Qiynaldingiz kelganingizda. Qiynaldim. Endi biz paypoq kiyishamiz Hindistonda, chunki issiqroq. Bitta odat yo'q. Yana bu yerda sovuq ko'p. Shuning uchun oldindan muammo qildi, hozir muammo yo'q. Betob bo'lib qolmadingizmi? Yo'q. Havo sovigan kunlarida. Yo'q, betob bo'lmadim. Qor mana kamroq yog'adi endi Hindistonda, lekin hozircha O'zbekistonda ham kam yog'ib turibdi qor, lekin ko'rdingiz qorli manzaralarni ham. Mana kelgan vaqtingizda ko'proq sizni hayron qoldirgan. Hayronmi? Qaysi joy? Nima, odamlardan hayron bo'lganmiz, ko'chalarmi? O'zbekiston aholisi Hindistonga nisbatan ozroq. Men birinchi O'zbekistonda keldim, o'sha payt men ob-havo ko'rdim. Ob-havodan keyin o'sha yerda safoi zo'r. Bu yerda ko'chalari toza, shuning uchun men hayron qildim. Yana yo'llar ham yaxshi. Hindistonda yo'q mevalardan yeb ko'rdingizmi? Ha, albatta o'rik zo'r, o'rik bizda kam. Chunki bizda issiqroq joyda o'rik yo'q. Muhammad, mana siz endi deyarli anchagina moslashib qolgansiz. Rajga nisbatan shu o'zbeklardan ham menimcha do'stlaringiz ko'p. Yo'q, juda ko'p. Nimalar yoqadi siz uchun yoqimli taraflari? O'zbekistonda milliy taomlar yaxshi yoqadi. Odamlardan mehmon do'stimda. Har xilda Buxarodagi bordim, Marg'ilonga bordim. Hammada yaxshi. Sayohatga ham ulgurdingiz. Yoqdimi tarixiy manzillar? Albatta. Talabalarimiz har yoz bo'sh qolishganida albatta qayergadir tarixiy joyga tashrif buyurishadi. Misol uchun qorli davrda Chimyon tog'lariga yoki o'sha Toshkent yo'lidagi Perevalga borib, qorda ko'rib aylanib kelishadi. Yoki Quvasoyga borib kelishadi. Yozda bo'lsa Samarqandga tashrif buyurganlari bo'lgan, Toshkentga aylanib borib kelish, tarixiy binolarni ko'rgan, borib kelish iyliga. Ana Farg'ona jamoat salomatligi instituti bugun kengayib boryapti faoliyati. Shu bizni abituriyentlar ham ko'rayotgan bo'lishi mumkin-da moqchiklar. Shu ma'noda bugun qanday mutaxassislar tayyorlanyapti bu yerda? Yoshlarni qaysi yo'nalishlarni tavsiya etgan bo'lardingiz? Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutida asosan 4 ta fakultet bor. Davolash ishi, pediatriya, tibbiy profilaktika va jamoat salomatligi hamda xalqaro fakultet davolash ishi yo'nalishi asosan. Xalqaro fakultetimizda o'sha 4 ta yo'nalish, davolash ishi, stomatologiya, pediatriya yo'nalishlari bor. Davolash ishi yo'nalishida umumiy amaliyot shifokori bo'lib chiqishadi. Bunda keyin yana davom ettirishlari mumkin. Pediatriya fakultetimizda bo'lsa, stomatologiya, farmatsiya, pediatriya fakultetlari mavjud. Tibbiy profilaktika fakultetimizda oliy hamshiralik ishi, tibbiy profilaktika ishi, biotibbiyot muhandisligi, fundamental tibbiyot kabi yo'nalishlar bor. Abituriyentlar o'zlarining qiziqishlariga qarab tanlashlari mumkin. Ko'proq davolash yo'nalishini tanlashadi yoki pediatriya yo'nalishini tanlashadi. Lekin shunday bo'lishiga qaramay, hamma yo'nalishga ham har yili abituriyentlar talabalikka
o'qishga tavsiya etiladi. Endi ko'proq o'qish kerak va tibbiyot oliygohlarida muddat ham uzoq, hamma oliygohlardan ko'ra ko'proq o'qiladi. Endi sizga ochiq savol, Moqchehra, faqat to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. O'zbek talabalaringiz faolroqmi, hind talabalaringizmi? Xo'p, to'g'risini aytsam, har bir talabani o'zigacha xislati bor, ajratmaymiz. O'zbek talabasi yoki hind talabasi deb. Birinchi o'qishni bitirishim bilanoq 2022-yildan beri Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutida ishlayman. Birinchi o'zbek tili o'qituvchisi bo'lib kelganman, ya'ni hindistonlik talabalarga, shuning uchun bularga mehrim boshqacha albatta. Lekin o'zbek talabalarimiz ham juda faol. Yiliga ular prezident stipendiyatlari yoki Ibn Sino stipendiyatlari sovrindorlari bo'lishadi. Hattoki Zulfiyaxonim olganlari ham bo'lgan. U nafaqat o'zbeklar, xorijiy talabalarimiz ham faol. Raj, sizga qaysi fanlar ko'proq yoqadi? Endi aslida fanlarni ajratib bo'lmaydi, lekin hammani sevimli fani bo'ladi baribir. Anatomiya fan yaxshi ko'raman. Yana mana anatomiyada biror butun teri, butun teri bilan mana hamma narsa o'qiyapti. Shuning uchun menga anatomiya fan yaxshi ko'radi. Endi mana Hindiston tibbiyoti anchagina ilg'or, bilamiz dunyoda. Kelgusida maqsad nima? O'zbekistonda faoliyat ko'rsatishmi yoki Hindistonda davom ettirishmi? Bu savol qiyin. Hali o'ylab ko'rmadingiz? Hali aniq emas. Endi ko'ramiz. Agar bo'lmasa shatdan qolaman. Yaxshi ish topsangiz. Yaxshi ish topsangiz, yaxshi pul topamiz. O'sha yerda qolaman. Muhammadda bunga javob bo'lsa kerak, chunki hademay mana tamomlanadi universitet. Sizda rejalar qanday? Qaysi mutaxassislik bo'yicha demak ish yuritmoqchisiz? Terapevtda o'qiyapman. Hozir 5-kursda yana 1 yil qoldi, keyin ishlatib qolaman O'zbekistonda. Yaxshi yoqadi O'zbekiston. Inshaalloh Xudo xolasa ishlatib qolaman. Yaxshi pul topib inshaalloh Xudo xolasa ishlatib qolaman. Mana O'zbekistonda yurganingizda, bozorlarda, universitetdan tashqari yurganingizda sizga savollar bo'ladimi? Nima haqida so'rashadi odamlar ko'proq? Hindistonda mana Shahrukxonga ko'rganmisiz? O'shanaqa so'rayapti. Sizlarga savol bo'ladi. Shahrukxonga ko'rdingizmi? Taj Mahalga bordingizmi? O'shanaqa so'rayapti. Yana u aktrisalar, u bilan suhbat qildingizmi, ko'rdingizmi, ularga bordingizmi, Shahrukxon o'yini ko'rdingizmi? Chunki shu yerda hammasi Shahrukxonga yaxshi ko'radi. Hindistonda-chi, ularni bunchalik yaxshi ko'rishmaydimi? Yo'q, bizda aktyorlar ko'p. Faqat Shahrukxon emas, hammasi bor, Amitabh Bachchan bor. O'zingiz qaysi san'atkorni ko'proq yoqtirasiz? Menmi? Menga Amitabh Bachchan yoqadi. Bollivudni imperator san'atkori desak bo'ladi. Shohruxxon bilan birgalikda. Hindistonda shaharlar juda ko'p, kino juda ko'p, aktyorlar juda ko'p, aktris juda ko'p. Lekin bir Hollywood bor, Bollywood bor. Shunaqa Tollywood bor. Bular haqida Insta ham gapirib berasizlar. Instamizda bularni bayramlarini ham o'tkazamiz. Mana shu qiziq. Hind bayramlari nishonlanadi. O'zlarini Diwali, Holi bayramlarini nishonlashadi. Bizni ham taklif qilishadi. Boramiz, ko'ramiz, juda qiziqarli o'tadi. Diwali o'ziga xos, Holi o'ziga xos. Yaqinda Respublika kunini nishonladik. 26-yanvar kuni Respublika kuni. Hindiston Respublika kuni nishonlandi. Bayramlarda juda faol bo'lishadi. Hind xalqini o'zbek xalqiga o'xshaydigan qanday bir fazilatlari, tomonlari bor? Mana o'zbek erkaklari ham ayollarni hurmat qiladi. Hindistonda ham shunday. To'g'rimi? To'g'ri. Kattalarga hurmat masalasi qanday? Ularga keladi, yana ayollarga keladi. Kichkina bolalarga ham keladi. Hammasiga hurmat qiladi hammasi. Va biz doim hindlardan so'raymiz, Zahiriddin Muhammad Bobur haqida bilmagan hindistonlik yo'q. Bugun unga munosabat qanday? Yoshlar biladimi uni? Zahiriddin Muhammad Bobur Hindistonda bo'lgan. Undan keyin u Hindistonda Boburiylar sulolasi kelgan. Toj Mahal mo'jiza. Uniki nevarasi. Mana shu ham bir dalili. Demak, Boburiylar imperiyasini Hind yoshlari demak qiziqadi bu tarixga. Tarixga qiziqadi hammasi. Bizda tarixda ham o'qiyapti. Tarixda Boburiylar hammasi. Bizda Mughal dedi. Mughal o'shanaqa dedi. Mughal dinasti o'shanaqa bizda yozgan. Bobur Afg'onistondan keyin Hindistonda bordi. Undan keyin mana urush bo'lgan, urushdan keyin u Hindistonga kelib hammasi keldi. Xalqlarga yordam berdi. Yana tarixlarga, yana bu oldinda shahirim bo'lgan u. U yaxshi shahar bo'lgan. Muhammad mana
tabiatimizda keskin farq bor. O'zbekiston va Hindistonda fillar ko'p, O'zbekistonda esa afsuski fillarni uchratmaysiz. Mana aylandim deyapsiz, sayohat qildingiz. Nimalari ko'proq yoqdi? O'zbekiston tabiati kelgan paytingizda ma'qul bo'lganmidi? Siz qanday moslashib ketdingiz? Yo'q, mana O'zbekiston to'g'ri yaxshi yoqadi. Chiroylida nima? Perivol toma yaxshi yoqadi-da. Ish bor, chiroyli shaharda. Do'stlashishga harakat qilishsa rozi bo'lasizmi doim o'zbeklar bilan? Albatta. Mehmonda bo'ldim, Namanganda bo'ldim. Ularda nima? Choy, shashlik, osh, hammasi yaxshi yoqadi. Shunaqa. Madaniyat bizda yaqinda, Hindiston, O'zbekistonda madaniyat yaqinda. Mana jamoat salomatligingizda ikkala xalq bayramlari keng nishonlanadi deb aytildi. O'zbekistonning qaysi bayramlari yoqadi sizga? Navro'zda mana bir necha marotaba ishtirok etdingiz. Yana Ramazon Eidida hamma yaxshi yoqadi. Mana Ramazon davom etyapti. Hindistonda ham juda katta kontingentda musulmonlar ham istiqomat qiladi. Hindlarni ham bilishimizcha o'z ro'zalari bor. Farqi qanday? Farq yo'q. Farq yo'q, bir Butun xil. dunyoda bir xil. Ro'zalar bir xil. Juda ko'p bayram bor. Bizda O'zbekistondan ham ko'p bayramlar. ko'p bayramlar. Bizlar ro'za tutgan keyin, chunki issiq, batta sovuq, batta yaxshi, batta sifatli. Bu yerda sabr qilish osonroq. Sabr qilish osonroqda. Hindistonga juda issiq iqlim hozir. Yoz ham demak Hindistondan ko'ra O'zbekistonda u qadar qattiq issiq bo'lmaydi. Juda qattiq. 50 gacha ketadi. Bu yerda ham ketadi, lekin u shunchalik bas. Hindistonga borganda oila a'zolaringizga O'zbekiston haqida gapirib berib turasizmi? Gapiramiz. Nimalar haqida so'rashadi ko'proq? Ularmi? Odamlar qaysi, nima sizga yordam beradimi? Nima yeyapsiz o'sha yerda? Nima ovqat beradi? Sizga muammo kelmaydimi? O'shanaqa gapiradi hammasi. Manu o'tgan yili manu kostyum, o'zbek kostyum, milliy kostyum olib kelib onamga sovg'a kelishib berdim. Bayram so'radi. U so'radi, nima u qaysi kiyimadi, o'shanaqa u so'radi menga. Yana dadamga bitta pichoq oldim o'sha yerdan. Sovg'alar yoqdimi? Yo'qdi. U sovg'a menga bitta mening onam bor, O'zbekistonda onam bor. U menga berdi o'shanaqa sovg'alari. Yana u magnet ham bor-ku, shu ham berdi. Endi ayol ustozlaringizga sari sovg'a qilganmisiz hech yo endi rejada bormi? Keyingi yil albatta beraman. Endi Moqcheg'ri mana bayram kelyapti. Mana oliygohda harakatlar qanday? Obod qilish, Navro'z bayrami, 8-mart bayramiga tayyorgarliklar qanday ketyapti endi? Bahoriy kayfiyat allaqachon institutimizda hukm surmoqda. Institutimizda hop yangilanish faslini o'zgacha kutib olamiz. Navro'zni Ramazon shukuhida juda ajoyib tarzda nishonlaymiz. Undan 8-mart ayollar bayramini nafaqat shu yil har yili juda ko'tarinki ruhda nishonlaymiz. Ayollar eshikdagidan gullar bilan kutib olinadi. O'zgacha tabriklar, bayram tadbirlari o'tkaziladi. Undan keyin Navro'zga ulanib ketadi. Albatta bunda o'zbek talabalari bilan birgalikda hind talabalarimiz ham ishtirok etishadi. Demak, ancha musha an'analarni bilib olishgan. Demak, oliygohda oz miqdorda bo'lsa ham Pokistondan ham talabalarimiz bor bu yerda. Talabalarimiz ham mavjud. Pokistonlik talabalarimiz asosan katta kurslarda, bu yil 6 va 5-kurslarda o'qishadi. Ularda ham madaniyati alohida. Ular ham o'zgacha bir xalq, o'ziga xos bir xalq hisoblanadi. Ular ham musulmon ko'proq. Shuning uchun tushunish bir-birimizni ancha osonroq. Ular ham boshqa talabalar qatori juda aqlli va intiluvchi. Va biz ko'ramiz, mana sizlarning oliygohlarda yigitlar bilan birga hind qizlari ham bor. Hind va o'zbek qizlari yaxshi chiqisha oladimi yoki ajralib yurishadimi? Yo'q, juda yaxshi. Sizga bir sirlarni aytib turishadimi? Birgalikda biz albatta doim yordam berishga harakat qilamiz. Agar qandaydir muammo bo'lsa, nafaqat muammo, kundalik ehtiyojda kerak bo'ladigan so'zlarni so'rashadi, gaplar, ya'ni bir-biriga muloqot qilish, osonroq o'rganib olish uchun bir-birlari bilan dugona tutinishgan. Bizning qizlarimiz bilasiz, unchalik tortinchoq emas. Hind qizlari ham shunaqa bemalol bir-birlari bilan dugona bo'lishib, gaplashib, til o'rganishmoqda. Demak, do'stlik bor. Do'stlik bor. Sizlarga bir savol bo'ladi. Sumalak yeb ko'rganmisiz bungacha? Yoqadimi sumalak? Kecha yedim.
iftorda. O'tgan yili ham institutimizda katta sumalak bazmi tashkillangan Navro'zda, shunda institutimizda sumalak qilib tarqatilgan. Qoyil. Mana an'analar ham ketyapti bu yerda. Eng muhimi odamni davolashga, eng bir sharafli kasbga egallashga harakat qilinyapti. Raj, mana inson maktabni tamomlagandan keyin baribir universitet bu katta bosqich. Qanchalik o'zgardingiz talaba bo'lganingizdan beri? Maktabda oldindan man ozgina o'qidim, lekin hozir shifokor bo'lishdan keyin, bitirishdan keyin ko'p o'rganish kerak, chunki bu shifokor bo'lib juda qiyin. Chunki odamga iloj berishim kerak, undan keyin yaxshi yordam berishim kerak. Shuning uchun o'rganish qiyin. Shuning uchun qattiq o'qiyapman. Muhammad, mana yaqinda shifokor bo'lasiz. Siz qanchalik o'zgardingiz? Yaqin bir yildan keyin inshaalloh shifokor bo'lish kerak inshaalloh. Bemorlarga yordam ko'rsatishni boshladingizmi? Albatta. Bormi shunday bemorlar? Bor. Murojaat qilib turishadimi yordam so'rab? Amaliyot bilan ular amaliyotga chiqishadi. Amaliyot davrida o'sha klinikalarda o'qituvchilarimiz bularni bemorlarni tekshiruv jarayonlariga olib kirishadi. Tashxis qo'yish usullarini, bemorlar bilan muloqot qilish usullarini o'rgatishadi amaliyot davrlarida. Nafaqat amaliyot, dars davomida ham amaliy darslari bor. Leksiyalardan, ma'ruzalardan tashqari amaliy darslarida ham o'sha klinikalarda, palatalarga olib kirishadi. Bemorlar bilan suhbat qurib, tekshirib o'zlari o'rganishadi. Mana moqchisiz o'zbek tilidan saboq berasiz. Mana darslar davomida hind va o'zbek adabiyotini ham bir solishtirib berasizmi? Mana bilishimizcha shu Alpomishdagi qahramonlik fazilatlari xuddi Ramayanaga o'xshab ketadi. Shu o'xshash jihatlar adabiyotda ham bor. Ha, to'g'ri. Hind asarlarini mana o'qiyotgan yoshlar bor. Bular haqida ham bir gapirib berasizmi darslarda? Darslar davomida albatta madaniyatimizni solishtiramiz. Madaniyat, fan, adabiyot, shuningdek siz aytganingiz Alpomish va Ramayana dostonini ham solishtiramiz. Bular o'zlari ham juda yaxshi bilishadi. Juda o'xshab ketadi. Shuningdek Rabindranath Tagorning asarlarini o'zbek tilida nashr etilgan asarlarini biz o'qiymiz desam, hayron qolishadi. Sizlar Tagorni bilasizlarmi deb aytishadi. Ha, biz ham o'qiymiz, biz adabiyotimizda ham bor deyishadi. Bular o'zlari ham Navoiyni, Boburni o'qishadi. Har yili Navoiy Bobur tug'ilgan kunlarida o'zlarini chiqishlari, ruboiylari, g'azallari orqali darslarimizda qatnashishadi yoki tadbirlarimizni o'tkazishga yordam berishadi. Endi moqchilar mana talabalaringiz ta'til paytlarida Hindistonga taklif qilishsa borgan bo'larmidingiz? Yo, bo'lganmi bunaqa taklif? Har yili uyimizga boring deyishadi. Lekin kelgusida bor reja. Mana so'zimizni boshida moqchilar kinolardan boshladik. Hind kinolari. O'zi birorta hind kinosi yo'qki, u qo'shiqsiz bo'lsin. Hammasida qo'shiq bor. O'zi dunyoda Hindistonning kinosi shu bilan ajralib tursa kerak. Va aytdingiz, yigitlar qo'shiq bilishadi dedingiz. Kimdan eshitamiz? Raj? Oxirjon Madaliyev. O'zbekcha kuylab berasiz bizga. Bo'ldi, tinglaymiz. Ko'p eshitasiz shekilli, Oxirjon Madaliyevni. Marhamat. So'yaman ortingdan ergashgan, yostiqman tunlari dardlashgan, tushinman o'ngingga almashgan, unutmoq osonmas bizlarni. Tushinman o'ngingga almashgan, unutmoq osonmas bizlarni. So'yaman ortingdan ergashgan, yostiqman tunlari dardlashgan. Qoyil. Rahmat aytamiz. Qo'shiq bilan ham o'zbek tilini o'rganish osonroq, menimcha. Hamma tilda ham qo'shiq bilan o'rganish. Darslar davomida ham qo'shiqning ma'nosi nima, qo'shiqdagi so'zlarning ma'nosi nima ko'p so'rab turardi. Yordam berasizmi tarjima qilib? Tarjima qilib. Albatta tarjima berdim. Juda ham xursand bo'ldik. Bugun mana moqchilar o'zbek tilini ko'proq rivojlantiraylik deb harakat qilyapmiz, lekin aynan tilimizni buzib gapiradigan yoshlarimiz ham bor, yashirishni hojati yo'q. Lekin mana bunday bugun Farg'onada turib koreys mehmonlarimiz, hindistonlik mehmonlarimiz o'zbek tilini o'rganayotgani chinakam bizni faxrlantiradi. Ayniqsa o'zbek tili fidoyilarini.
to'g'ri, tilimizni rivojlanayotganini ko'rish bizga ham o'zgacha shukuh bag'ishlaydi. Aytilganidek, bularni, ya'ni hindistonlik chet ellik talabalarni tilimizga qiziqib o'rganishayotgani bizni bitta g'ururga olib keladi bizga. Shunday. Shunday rahmat aytamiz. Bugun ochig'i Moqchehra sizni ham ko'rib, ustozdan ko'ra ko'proq talabaga o'xshadik. Shunday yigitlar bilan kelganingiz uchun bular birga tahsil olishsa kerak dedik. Mana shunday ustozlarimiz ham yosharib boryapti bugun. Olimalarimiz yosharib boryapti. Sizni bahor bilan yaqinlashib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan tabriklaymiz. Endi sizlarga bir topshiriq bor. Bu endi tibbiyotdagi amaliyotlarda murakkab topshiriq emas. Bu bizni telekanalimizda Ehtirom kitobi. Kim studiyamizni aziz mehmoni bo'lsa, mana shu kitobda qisqagina dil so'zi va dastxatni qoldirish kerak. Bu gal sizga va talabalaringizga topshirishdi. Juda ham xursand bo'ldik. O'zi xayrli kun dasturiga kelgan mehmon bo'lgan aziz inson borki, bizni asosiy hamkorimiz va do'stimiz bo'lib qoladi. Bugun mana Hindistondan ham biz aziz bir hamkorlarimizga ega bo'lganimizdan juda ham xursandmiz. Moqchehra bizni ko'rayotgan yoshlar, mana shu oliygohlarga kiraman deb harakat qilayotgan abituriyentlar, qolaversa ota-onalarga aytadigan fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Yoshlarimizga albatta o'qishni tavsiya qilaman. O'qing va yana o'qing deb qolgan bo'lardi. Rahmat, juda oddiy va eng kerakli fikrni aytdingiz haqiqatan ham. Ilm olish asosiy ishimiz bo'lishi kerak. Raj, ko'rsatuvimiz yoqdimi? Farg'ona telekanali sizga ma'qul bo'ldimi? Juda yoqdi. Sizlarga bir omad, zafar tilab qolamiz. O'ylaymizki, yana xayrli kun dasturida nafaqat sizlar, boshqa hindistonlik do'stlaringiz bilan yana ishtirok etasiz degan umiddamiz. Xayrli kun dasturida ishtirok etganingiz uchun sizlarga rahmat aytamiz. Ustozlarimizga alohida rahmat. Sizlarga ham rahmat. Salomat bo'linglar. Chiroyli bayram kunlarida uchrashib yurish nasib etsin. Xush kelibsizlar. Welcome to xayrli kun. Thank you very much. Rahmat. Azizlar, muloqotimiz shu yerda yakuniga yetadi. Ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmonlari Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti o'qituvchisi Moqchehra Mamatxonova hamda shu oliygoh talabalari Raj Pakmude hamda Muhammad Adham Samatlar bo'lishdi.